quruq yer bo'lsa, sutiga ham 3 sutuv bo'lsa, oldi fasad 10 metr, uzunasi 30 metr bo'lsa, hozirgi paytda zo'r planirovkada bitta dodda imorat soladigan bu 2 sutuv, 3 sutuv, 4 sutuvli bo'lyapti. Ko'pchilik 5-6 sutuvga juda qiynalib qolyapti, sababi kommunikatsiya to'lovlar mayda juda va hokazolar. Xullas, ikkita ko'chani o'rtasiga tushgan mana shu yerimiz. Bu yoq tarafi ham katta ko'chaga chiqib ketsa bo'ladi. Bu yoq tarafdan ham katta ko'chaga chiqib ketsa bo'ladi. Xullas, mana shu yerimiz, oldi fasad 10 metr, uzunasi 30 metr. To'g'ri burchi hech qanaqa qing'ir-qiyshuv joylari ham yo'q, ichkarilari ham tekis, plashatka bo'lib turibdi. Ikkita vremenka ham solib qo'yganlar, kadastr dokument egaligi, hamma narsa joyida deb aytishdi. Yana o'zingizlar bitta ko'rib tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Undan tashqari, yerdan tashqari, perid domovaya territoriyasi ham juda katta. Chunki bitta mashina qo'ysanglar, ko'chaga xalaqit qilmaydi. Narxi qizuv joyi keldik. Har bir sotiga 13.900 dollardan so'rashyapti. Yana sunnatiga sodasi ham bor. Lokatsiyasi Toshkent tumani Mehnat postidan kirsanglar ham bo'ladi. Toshmi postidan ham kirsanglar bo'ladi. ATP mahallada joylashgan. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalda bo'ladi. Shunda kanalga o'tib, Sputnikdan ham ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Egalar nomeri video opisaniyada bo'ladi. Telefon qilib bosinglar.